Eng zo'r ma'lumot, yozib olinglar. Sahrangiz qilib qo'yinglar. O'rtog'ingizga jo'natib qo'yinglar. Keyin rahmat aytasizlar, buni ham eshitdim. Ayvit, yana ayvit dedim. Aptekaga borib ayvit olasizlar, bitta pachka. Olgan bo'lsanglarga, yuzingizni surayotgan bo'lsa, kimdirlar olgan bo'lsanglar, bitta kassetasida 10 ta bo'ladi. 10 tasini ajratib olasizlar-da, kastorovый maslo olasizlar. Bilsangiz kerak, kastorovый maslo. Kunjut yog'mi? Shunaqa deyshadi, kastorovый masloni. O'shani olib, o'shanga 10 ta ayvit teshib solib qo'yasizlar. Chayqaysizda, har o'sha boshingizni yuvishingizdan oldin 2 soat, 3 soat oldin surtib, keyin yuvib tashlaysiz bo'ladi. Yoki bo'lmasam kechqurun surtib, ertalab boshini yuvadiganlar ertalab yuvib tashlasa bo'ladi. O'sha ham zo'r o'stiradi. Faqatgina sochga emas, qoshga ham, kiprikka ham zo'r effekti bor. Kiprik taraydigan taroqchalar bor-da, ana o'shani uchini botirib turib kiprikka, qoshga sursa ham juda ham zo'r foydasi bor. Ko'z zreniyaga ham rossiyan foydasi bor uni. Ayvitni kastorovый maslani. Eng zo'r fishkalar. O'zim qilganman chunki. Kipriklarim uzun, qoshlarim ham uzun. Hech ham bunaqa narsaga muhtoj bo'lib qolmaganman. Soch to'kilish, kiprik to'kilish degan narsalar yo'q. Даже ko'zingizga qilasiz-ku, kiprigingizga qilasiz. Ko'zi tegdi, ajinlarga ham foydasi katta-da.